Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005 yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq Iz. Avtori MUHەممەدئىلى ھېلىم. 14-bob. Ig'ir tiniqlar. Davomi. 3. Namxush sovuq shamol atiki bahordan shafa berib, go'zal armonlarda titirgan qalblarni umidlantiradi. Umidga to'lgan ko'zlarning umidi bo'lgan shu bahor o'ziga jutni hamroh qilmay, chin mehri bilan bularni quchoqlasa, bularning tini qancha yashargan bo'lar edi ha? Milyonlagan ko'zlar yo'liga qarab zarqqan bahor, shamol so'qqan daraxt shoxlari va qo'mishlarning shildirlashlari anglanib turadi. Atrof go'yo yer sharida hayotlik qolmagandek ig'ir sukutga g'arq bo'lgan bo'lib, qo'rqinchli bir jimjitlik o'z kuchini namoyon qilyotadi. Partizanlarning ko'ngli to'limu g'ash, tiniqlari ig'ir. Ularning qalbini judolik, hasrat armonlari tilg'imoqda. Ular kim uchun qurbon berdi, kimlar uchun qon to'kdi? Dard alamda o'rtangan yurakning eng cho'nqur qatlamidan fontan kabi etilib chiqqan yoshlar ashu atiki bahorni ko'rish, hur ozod yashash uchun emasmi? Bularning rishti bu zaminga nimanchalar mahkam bog'lanib ketgan bo'lg'ayti, yoki buningda Allohning qudrati bormi? İnsani huquq, insani barobarlik, insondek yashash istiki ana shularni bu yo'lga boshlab kirgan. İnson bu dunyoga bir keladi. Har kim o'z erki bilan yashashni xohlaydi. Qulluq hayvonlar bilanla ketsin. Gomindangchilar insoniy huquqdan bahramon bo'lib, bu zaminning xo'jisi bo'lganlar bundaq yashayvermas. Bu jahonning egisi bor. Har bir odam o'z taqdirini yaratadi. Afsus, nodonlik qoplab ketgan joyda baxtning ko'z echishi mumkin bo'lmay, ezilish takrorlanib turadi. Pardlangan ko'zlar, gaz bo'lgan quloqlar ko'rishga tegishli narsalarni ko'rolmaydi. Anglashga tegishli xabarni anglay olmaydi. Qurbonning xiyoli shunchalik azobli edi. Qurbon bo'lgan sabdoshlarining echinishlik nidolari, yurakni tiladigan simosi va ularning o'lim oldida tovlagan mardona shuarlari uni ich-ichidan to'lg'andirib, yurakini qonu zardob bilan to'ldiradi. Xap, senlardan o'chimni olmaydigan bo'lsam, ismimni yutga o'taman. Beshingda nag'ma navo qilib, chimangul bilan to'y qilarman. Beshingni mijib, qiningni icharman. U chimangulning siz g'alba bilan qaytib kelsangiz, sizga barliqimni topshiraman degan so'zini aslab, bulutlar qapsilib turgan qag'oq qanotidek qorong'u osmonga ig'ir tortib qaradi. Ko'z oldida chimangul bilan to'y qilgan kunidagi xushod xuramliq quchoq ochdi. U kulmoqchi bo'ldi, biroq qurbon bo'lgan sabdoshlari ko'z oldiga kelib, uning chiroyidagi so'z yiqimliq tabassumni nalargadir uchirib ketdi. Vujudi muz bo'lib ketib, ko'zlari g'azablik tus oldi. U tunugun kechdagi halokatlik manzarani azob bilan esladi. Bugun kechida oq bayroq laqildidi. Vurra deb to'vlab, Qanliqga qarab atlangan partizanlar hammani unutishgan edi. Ko'z oldidagi ashu go'mindonchilarni yo'qotib, tongga erishish armani ularni aldirtatdi. Bu xil arman ich-ichidan qaynab, ularni taqatsizlantirdi. Sap oldida barat palvon ko'krak kirib, yo'g'on qadam tashlab ketyotdi. Uning tomirlaridagi qonlar g'azab nafratdan qiniga sig'may mavj uratdi. Qo'lidagi oy nurida parqirab turgan qilich, O'g'izxon bir chog'larda yovlarga atlanganda ko'targan qilichni eslatdi. Uning botirlarga xos yuraklikligi, O'g'izxonning pushtiga loyiq jasorat, qahramonlikni namoyon qiladi. Atrofdagilar uningga jo'r bo'ladi. Ozodlik uchun olg'a, vatan uchun jinimiz pido. Atrofda dahshatli zilzila paydo qilayotgan bu ovozlar go'mindonchilarni qattiq sarosimiga silib qo'yishgan edi. Ularning ovozlari aks sado paydo qiladi. Partizanlar yer silkinigidek qadamlar bilan ilgarilaydi. Qalblarda yolqinjigan qisos o'ti ularning ko'ziga hech narsani ko'rsatmayotadi. Qanliq osmonida kuchli sado yangraydi. Bu sadoga go'mindonchilarning tömür tapinining ostida izlagan milyonlagan xalqning yurak sirlari singib ketgan edi.
Şuna bu sada izliguchi xalqlar qalbini nurlandırıp gözlerinden yaş tökəlaydı. Tün keçide tuyuqsuz müldürdek yaqqan oqlar partizanlarını patpara qılıvetdi. Barat Palvan levini tishlab sap oldida mardona ko'krak kirib turib, hammaylarni chekinishga buyurdi. O'zi miltiqini qo'lga elib, dushman potiyidagi bir pilimotchini mollaq atqizvatdi. Qir chop deb tovlab kelayotgan dushman askarlarini etib ulgurolmay, qilichni qo'lga oldida par-para qilishga boshladi. U go'yo Tangriqutning yovlar bilan jang qilgan Stuq Bug'raxonning islomiyat uchun qilich o'ynatgan chog'larini eslatdi. Partizanlar bir tarafdan zarba berib, bir tarafdan chekinayotdi. Ba'zilari Barat Palvanning hayotidan ansirab, chekinmay dushman bilan ilishayotdi. "Chekin, bu degan buyruq!" varqiraydi Barat Palvan. Hamma yerdan anglanayotgan, har xil qurollardan etilayotgan o'q va bomba ovozlari quloqni yerib oxirgi zamon dahshatini eslatdi. O'q tekkan partizanlarning oxirgi tiniqida "Vurra" deb tovlashlari anglanadi. O'q tekkan bir qozoq yigit "Meni etivetinglar!" deb varqirishiga dushman bombasi uning ustiga tushib portladi. Dushmanlar bularni teri-piran qilib o'tib boradi. Janub tarafdan osmon palak besilgan bedini ko'rgan biri "Biz bedining ostini teshib chiqib ketayli" dedi ansiz varqirab. "Yo'q, uningga o't qo'yvatsa kuyib ketimiz. Mavi gama yo'g'onkan, shulayli. Bo'lmaydi. Bu yerga bomba tushsa hammamiz halok bo'lamiz. Odoqmanglar, o'milab chekininglar. Men sizlarni qo'g'dayman." Bir qism partizanlar paqchilab minishga boshladi. Shu orada nima qilishini bilolmay tengirqab qolgan bir partizanning beshiga o'q tegib, mingisi shaloqqida yerga to'kildi. Buni ko'rib ko'zlari o't olgan Nuraxun Zaydin miltiqini batlab, 7 dushman askarni kayni-kayndan mollaq atqizvatdi. To'xti Yasin orqadanla bomba tashlab dushmanlarni yer tishlatib, atrofni qora tuman qildi. Buningdan qo'mondon askarlarning tirik qolganlari o'z o'rinlarida tengirqab turib qoldi. "Barat, chekining, biz bor", dedi Nuraxun qurolini o'qlab. "Yo'q, sizlar chekininglar. Bu degan buyruq", Barat Palvan varqirdi. "Siz degan bizning boshchimiz, siz chekining." O'milab ketayotgan bir necha partizan "Amdi bizga o'q tegmaydi" deb o'rnidan turgan edi. Qo'mondon askarlarining ushtin tut atgan o'qidan bular bir yo'lila yiqilib qurbon bo'ldi. Nuraxun Zaydin Shuaman o'q atquchining jinini bir pay o'q bilan oldi. Barat Palvanning atrofida parvonadek aylanib dushmanga johillik bilan o'q uzayotgan Muhammad Gangoning yo'tisiga o'q tegib yiqildi. "Muhammad!" Barat Palvan uning yiniga yugurib bordi. "Baratga, siz chiqib keting. Men bilan karingiz bo'lmasin. Men sizlarga yetishib olaman." Muhammad Gangong shundoq deb Barat Palvanning tortishiga unamay yetib oldi. Bu o'z hayotini qurbon qilish badaliga qarindoshlarining hayotini saqlab qilishni o'ylayotdi. Muhammad Gangong Barat Palvanga qaramay, is-tutak orasida yugurishib kelayotgan askarlarga o'q otdi. Barat Palvanmu amalsiz dushmanga qaratib o'q etishga boshladi. Tuyuqsiz uchib kelgan bir pay o'q Muhammad Gangongning o'ng ko'kirkini titvatdi. Barat Palvan cho'gilayotgan tugman teshini olqini bilan besib to'xtata oladigan kuchida uni yerdan yo'lib elib qo'ltiqiga qisdi. Muhammad Gangong zaif ovozda "Baratga, tabdoshlarimiz chiqib ketdimi?" dedi. "Chiqib ketdi, Muhammad. Mendan rozi bo'ling, Barat aka." Muhammad shundoq debla jon uzdi. Barat Palvan tamdan ortilayotganda Muhammad qo'ltiqidan tushib ketdi. Dushmanlar qiya-chiya qilishib yo'pirilib kelmoqda edi. Chekinmay qarshilik ko'rsatayotgan partizanlar bir-biriga "Yordar bo'lib qolsak, bir-birimizni etibetayli" deyishib, dushmanga zarba bergach, asta-asta chekinayotdi. Barat Palvan dushmanni sal chekindirib etib, Muhammad Gangongni ilib ketmoqchi bo'ldi-da, tamning u tarafiga ortilib tushib, dushmanga yana o'q uzdi. Uni saqlab turgan qurbonmu uningga moslashib qaytadan dushmanga qaratib o'q otdi. Bir chog'da har ikkilisining qurolda o'q tugidi. Dal shu asnoda tamni siyirib o'tgan o'q
Barat palvonning jo'sini teshib o'tib, so'l bilikida turib qoldi. Barat palvon darhol kurak jo'sini silvitib, to'pdek o'rlab ketgan bo'ljung go'shini o'ng qo'li bilan kuchab mijib o'qni chiqaribdi-da, yara ig'izga tamdin to'pi ilib surtib qo'ydi. Ondan qurbonga hech kimga dema, dedi. Dushmanlar qiyo-chiya qilib yugurishib keldi. Barat palvon tishlarini g'o'chirlatib alam bilan qurbonni agashtirib chekindi. Uning ko'zi tamning u tarafidagi armon bilan ko'z yumgan Muhammadda qoldi. Bu ana shundoq dahshatlik bir jang bo'lgan edi. Qurbon hayotlab bo'lsa, uni mangu unutib ketolmas. Partizanlarning qahramonliklarini bolalariga so'zlab berar. Partizanlar orqasidan o'q tegmaslik uchun keyinchilab chekingan. Hatto ba'zilari dushmanga o'q tekkan sherdek yo'rkirab etilib, barmoqlarini dushman kanaylariga paturishgan holda issiq jonlaridan ayrilishgan. Qurbon shularni xiyol qilib bo'lganida yuragi qisilib og'irdi. Bu dunyo yo o'lim, yo ko'rim, deb varqirdi. Barat palvon o'rnidan chachrab turib, bu yo'lda o'lsak armonimiz yo'q. Biz avlodlar qalbida mangu yodlanib qolamiz. Biz ularni yo'ruq tongga yetkazishimiz kerak. Ruhinglarni tushirmanglar. O'g'il bola degan ruhliq bo'ladigan, ozodlik uchun jon fido qilish sharaflik. Biz qat'iy irodik bo'laylik. Sizlar haqiqatan qahramonlik ko'rsatdinglar. Qurbon bo'lgan 35 mardona o'g'illarimizni yotqa yeri jannat bo'lsin. O'g'il bola uchun yengilishdan ortiq nomus yo'q. Lekin biz bu qitimqi jangda yengilmadik. Aksicha g'alaba qildik. Keskin kurashdagi oldimizda. Oxirgi g'alaba cho'qim bizga mansub. Bu yo'lda bunchalik qurbon berishlar bo'lib turadi. Hargiz ko'ngilinglarni yerim qilmanglar. Bizning mushundaq ig'ir talofatga uchrashimizga heliqi Jabbor degan munofiq sababchi bo'ldi. Uni tutib olsam, tirik ko'ydirib o'taman. Qurbon bo'lgan qarindoshlarimizning qon qisosini olaman. Munofiq degan Allohning g'azabidan qutulolmaydi. G'alabatiga oldimizda. U bo'g'ilib qilib ig'ir tindi. Vujudi ko'ygandek bo'ldi. Bosqan yo'limizdan qaytmaymiz. Munofiqlarni yer bilan yakson qilamiz, deb to'g'lashdi. Gulxon atrofida beshini sangiltib o'ltirishgan partizanlar o'rinlaridan dast turib, Barat palvon partizanlarni o'ltirishga ishorat qildi-da, ularning orasiga kirib o'ltirdi. O't yalqinjab ko'yotdi. Baratka, dedi Qurbon muңlanib turib. Ish izlarimizni yozdiganlar chiqarmi yoki mushundaqlar ko'milib ketarmi? Cho'qim yozdiganlar chiqadi. Hayot qolsaq keyingilarga so'zlab beramiz. Ular yozadi. Qurbonlar hayot qolsa so'zlab berganiga haqala, dedi Turdaxon og'izi ittiklik qilib. U o'zimi bu gapning og'izdan qandoq chiqib ketganligini to'ymay qoldi. Nima da'vatsiz? dedi Qurbon ochiqdan hasirab turib. Meni shundoq past chaqlavatamsiz? Men o'z vijdonimga xiloflik qilib, xalqimizning tarixini setishni xohlamayman. Undaq ishlarni qo'lidan ish kelmas lotilar, avlodlarga, xalqiga nisbatan mas'uliyatchanligi yo'q munofiqlar qiladi. Men haqning bolasini mening deydigan yumshoq bosh emasmi? Nima deydigansiz jinim ichimga patmayotganda? Yikim boyda ko'ratamsiz ya? Xafa bo'lma Qurbon. Men xato debdiman. Mushu og'zimning ishtikligi meni kechirgin. Bo'ldi. Qurbon bir haza ig'ir tinib o'ltirgandan keyin o'ziga keldi va avvalgi gapini tepib oldi. Baratka, dedi Qurbon o'ychan holda. Biz mushundaq jafoliq urushlarni qilyapmiz. Hammaga bardoshlik beryapmiz. Kelgusida avlodlarimiz daryo bo'lib oqqan qonlarga loyiq suzilib chiqqan tong quyoshni ko'ralarmi? Biz baxtga erishalarmizmi? Bizning qon kechib bosgan izlarimizni yod etadiganlar chiqarmi? Biz qanchilgan sabdoshlarimizdan qon yutib turib ayrildik. Biz haqiqatan zo'r qurbonlarni beryapmiz. Yana berish oldida turamiz. Uchimizdagi kiyimga qarang, hammamizning qo'rsqi shu topda ochliqdan ko'kravatidi. Qurbon bo'lganlarning ota-onalari qon yig'lar. Mening qo'rqidganim mushundaq ig'ir kunlarda qon kechib kurash qilib yo'ruq tangni ko'ra olamdiq yo'q. Biz issiq yotqanlarda yeshinib yotmag'ili, xotirjam o'ltirib, bir china suv ichmaganga qancha uzun bo'ldi. Baratka,
bular unutilib ketarmi? Men bularni turib o'ylab qolaman. Ko'zlarimga yosh olaman. Uning ko'zlariga yosh pardalari tortildi. Uning so'zlari hammalarning ko'zlaridan yosh agitdi. Barat palvonning ko'zlariga shabnam qo'ngan edi. Qurbonni burun qiziqchi deb tushunib qolganlar endi uningga boshqacha qarayotdi. Yo'q, Qurbon, bizning bosgan izlarimizni qum barxanlarmi o'chira olmaydi. Avlodlarimiz bizni cho'qim so'yinish ichida yod etadi. Biz hamon yo'ruq bir tangni ko'rib, baxtga erishimiz. Ozodlik uchun qurbon bo'lganlarning nomi tarix betida mangu yodlanib turadi. Partizanlar ig'ir g'amlarga cho'kib, turli xiyollarga asir bo'lib oilasini sig'inatdi. Yurtqa berib ota-onalarining bo'yinlarga gira salg'usi, bolalarni erkalatkusi, suyumlik ay yuzlik yarni baxash etkusi kilatdi. Barat palvon Shamolxonning naqshisini bakrak sig'indida, uning quliqiga Shamolxonning naqshisi urilgandek bo'ldi. Atrofda yanala surlik jimjitlik hukm surdi. O'chib qolay degan o'tqa bir yigit bir bog'lam qo'mishni tashladi. O't shu hamon ulg'aydi. Uningdan tarilayotgan harorat partizanlarning yadang'u yuzlariga qizillik yugurtdi. Bularga shahardan yetib keldigan oziq-tulik texicha kelmayotdi. Barat palvon buningdan bearam bo'lib, partizanlarga xijillik ichida yer tegidan qarab qo'yatdi. Qurbon tugilib yetib chimangul bergan qo'lyog'liqni yuziga surtdi. Bag'riga mahkam bosdi. Hijron o'ti uni o'tqa tushgan qildak to'lg'andirdi. Chimangulning o'zini uzatgan vaqtdagi g'amkin holati ko'z oldiga kelib yuragini para qildi. Orqadilla qo'lyog'liqdan taralgan xushpuroq uni sig'inish o'tlarida aromsizlantirdi. U tongga tashna edi. Partizanlar uxlash oldida, "Ey Tangrim, bizga nijotlik ato qilg'aysan. Bizga baxt ta'tur qaro vermisin. Qodir egam, to'kilgan qonlarimizni behuda qilmag'aysan. Avlodlarim kelgusida bo'yin qisib qolmasin" deb Allohga nola qilishdi. Bu kecha ular uchun azobliq bir kecha bo'ldi. Ular ig'ir tinishatdi. Keyin yana birdilla qat'iy irodaga kelishdi. Kimmo tunugun billa bo'lgan chin do'stlaridan bugun ayrilsa, uni aslab yosh to'kmasin, judolik ilkida puchlanmasin. Ular issiq jonlaridan voz kechib, zodi kim uchun, nima uchun qurbon bo'ldi? Ularning bu 4 kunlik olamda kunning sirqini ko'rmay yashg'isi yo'qmidi? Ular nima uchun o'limga tik turib yuzlanalaydi? Har bir odamning hayotdagi qimmati uning xalq qalbidagi o'rni bilan o'lchanadi. O'z zaminiga qor kabi yoqqan musibatga bahor optipini chachalgan, xalqni vahshiylarcha azgan zulmxo'rlarga vijdon o'tida tavlangan ko'zlari bilan qadilib qaralgan arik suyarlar dili o'yga xalqning yuragida daston bo'lib putiladi. Chunki zulm ezilishga sukut qilib turadigan xalqning halok bo'lganligini ular tushungan. Shunga ular daq yerda ona tuproq hidini purab yetib, hurlik uchun barliqidan kechiyotidi. Bu Vengriya xalqining inqilobiy shoiri Sandor Pitofining munu she'rini kishining yodiga salatdi. Hayot men uchun hammadan qimmat, hayotdanmu qimmatdir muhabbat. Va lekin kechiman har ikkilisidan, erkinlik ozodlik uchun men faqat. 4. Barat palvon Daxiyanza urushidan keyin puti ko'ygan to'qidak bir o'rinda turolmas bo'lib qoldi. U turibla o'z-o'ziga achchiqlab, qo'llarini havoda puanglatib so'zlab ketsa, turibla etini bo'lishiga qamchilab, udul kelgan tarafga quyundak chipib ketadi. U oz o'tmayla yana paydo bo'ladi. U bir necha qatim jon achchig'ida partizanlarni tavritib, Daxiyanzning sharqiy shimoliy g'arbiy taraflaridan dushmanga hujum qildi. Lekin go'mindanchilar bu hujumdan tavrabmi qo'ymay, qanchalik hujum qildikansan? Qani men bir ko'ray degandek qilib, potay okuplaridan o'q uzib yetiverdi. Bu ish Barat palvonning g'ururiga tegib, uning o'g'isini qaynatdi. Zarda go'sh qildi. Yasinjon, Ahmad, Jabbarlarga nafratlandi. Ichida ularni
munofiq, qora yuz deb mingni tilladi. Ularni terik tutib olsa, o'tda ko'ydiritadiganligini o'yladi. G'azab, nafrat va xo'rliq uning ruhini chirmab oldi. Ikkinchi kuni tuni yerimida bir dushman potiyiga yamishib chiqib, pilmotlarni quchoqlab g'arq uyquga ketgan ikki askarning beshini yerilgan tavuzdek qilib etib, qoral yarog'larini yondirib tushdi. Atsi qarovulliqda turganlardan buni uqqan partizanlar Barat palvonning qop yurakligidan tong qilishdi ham uning qaramliqining beshiga chiqib qolishidan ansirashdi. Biroq hech kim Barat palvonga eg'iz yerib bir narsa deyolmadi. Barat palvonning qora tutak bo'lib turilgan chiroyi ularni sukutga majburlab qo'ygan edi. Shuningdan keyin Qurban va Nasraxullar uningga ko'z quloq bo'lib yurdi. Barat palvonmu daxiyangizga hujum qilishning fursatining tehi kelmaganligini, o'zlarining ojiz o'rinda ekanligini tunib yetib, dushmanni vutay tarafga o'tkazmaslik uchun daxiyangizning g'arbiy tarafida taqa mixtak turdi. Bugun Ahmad ustam bilan Nuraqun ustam daxiyangiz daryosi bo'yiga qozon isishgan edi. Barat palvon qarovullarni o'rinlashtirib o'tib, tamoq yeyishayotgan partizanlarning yiniga keldi. Ahmad ustam uning oldiga yo'g'on chinida qo'rdoq va gardanon ilib keldi. Barat palvon uni ishtaha bilan yeb bo'lib, kichik boladek qiydab domsiyib o'ltirdi. Bir necha yigit uning turqiga qarab ixtiyorsiz kulib tashladi. "Nimaga kulisizlar? Bir yerim ichilib qopdimi?" dedi Barat palvon to'ngluq bilan. "Hech nimaga kulmadik. Heliqi toshqa aylangan non bilan palaga kulyapmiz. Ajabmi hunari jiqkan bu o'g'irlarning", dedi Qurban hayyorlik qilib. "Baratning xotinimi chalmiga aylanib qoldimi tehi?" dedi Turdaxun. "Kim biladi?" dedi Qurban bo'ynini oldiroq so'zib. "Chalmini beri tartiga shiltatamdi tehi." Kuchlik kulga ko'tarildi. Barat palvonmu kuldi. "Nima deydigansan? U chalmini ishlatgan odamning tuxumi qurib ketmamdi?" "Nima degan tetiqsiz nimalar?" dedi Barat palvon kulkidan o'zini aron besib. Uning ala kuchuklari bularga bo'lgan mehrining ta'siridan nalargadir ketgan edi. Buningdan partizanlar bo'lakchilar jonlandi. "Baratka, jinga kirolmagandikin odam tetiqsizlashib ketadi ekan. Kim biladi, go'midanchilar tuzkonda yetiverib, bir vaqtlardan keyin bu yerni o'zlari ozod qilamdi tehi. Men g'ururlandim deb sepimizga qaytiladi degna. Nima deydigansan? Daxan bo'lib chiqmamdi. Baratkamni vanselan o'qitib ketsa ko'ring. Barat xotinga miroq van tatayga o'qitudujmi? Qurbanni Lenshin istiriqlamdi tehi." Lenshingning ismi chiqishi bilan hammasining tili tutilib qoldi. "Baratka, endi qanday qilamiz? O'lsakmi kulib o'lib ketayli? Kulib tursak tortayotgan dardlarnimi, azobli xiyollarnimi, ochiq sig'inishlarnimi odam xili unutib qoladi ekan. Bo'lmasa bu kunlarni qandoqmi o'tkazamiz? Sizmi soni puchuqdek to'liq qiydigan odam ekansiz. Ichilib yuring a", dedi Qurban beshini uyan to'lg'ab. "Urush qachonmi oxirlashib g'alaba bilan qaytarmiz? Ajab sig'indim uni. Baratka, sizmi xotiningizni sig'ingansiz-a?" "Sig'indik. Amal qancha?" dedi Barat palvon badallari qichishib. "Sen nimangni sig'ingansan? To'y qildigan odamimni tutib olgan bir nimang bor ekanda, bog'lab olganda-a, g'alaba bilan qaytib borgandan keyin uning bilan to'y qilaman", dedi Qurban qo'llarini bir-biriga surkab. "Yomon nima bu?" dedi Turdaxun. "Ansariyning qizini salma tashlabla tutib oldi emasmi? Salmasi yetmabdikan, Oyisxon tom bilaning beg'ini ulab beribdi. Shunga Oyisxonning ishtini to'xtamaydigan bo'lib qoptikanda." Qattiq kulga ko'tarildi. Bu chaqchaq hammaylarning bir yerlarini g'idiqlavatdi-da, o'rinlarda o'ltirolmay qilishdi. Barat palvon shaharga qarab chopqudek bo'ldi. Namxush shamol ularning rangsiz yuzlarini silab o'tatdi. Tunda chaqnagan yulduzlar bularning chaqchiqiga jo'r bo'lib kulimsirab turadi. Ay bulutlar orasidan sho'ng'ib chiqib, osmonga esib qo'ygan oltin tovoqdek ojiz nurlarini chechib turadi.
Zemin qarang'uliq qo'ynida g'iribsinib, bularning parangidan huzurlanayotgandek so'zilib yotadi. Bu kecha bakmu liriklik bir kecha bo'lgan edi. Barat palvon ertasi shimol tarafni charlash uchun partizanlarni agashtirib mangdi. Bir qara aeroplan qara haridek g'ung'ildab keldi. Partizanlar shu hamon o'rmonliq ichiga tarab ketishdi. Ular jam bo'lib manganda aeroplan yana paydo bo'lib, bularga o'q yog'dirib o'tib ketdi. Buningdan Barat palvonning ichi siqilib, "Bu qora qo'ng'iz bizga aram bermaydigan o'xshaydi. Yo'q desak bo'ladi. Yomon tishimga tegdi", dedi ralla bo'lib. "Biz qo'sh amchakda bir narsani aytib baqqan. Shundaqmi o'tirdaxon? Shundaq. Aeroplandagilar marganligimizga havaslanib, bosh lang'ishtibmi qo'ygan. Sizlarning u aeroplanni atgan joy bilan aeroplanning oraliqi yaqin. Bu yer qandoq bo'larkin?" dedi Yasin doktor. "Qani sinab ko'rayli. Atalmasak biri bizni atamdi", dedi Barat palvon. Atni qarayag'achqa bog'lig'ili meng'itib. 10 margan ustidan aeroplan uchib o'tadigan bir do'ngning yonida yo'shirinib turdi. Qolgan partizanlar aeroplan keladigan tarafga qarab asta mangdi. Aeroplan qattiq ovoz chiqarib past uchib keldi. 10 margan do'ng ustiga chiqib bir tizni yerga tirib, yana bir tizga qoral tutgan so'l qo'lining jaynikini qo'ydi-da, butkul diqqatini aeroplanga markazlashtirdi. Aeroplandagilar o'q uzishga qo'l so'zganda, aeroplan qarga ilinib bo'ldi. "Ot!" varqirdi Barat palvon. Taraslab etilgan o'qlardan aeroplan quyruqi qora tutak chiqarib, Vutay tarafga tushib ketdi. Partizanlar xushal bo'lishib, miltiqlarini havoda pulanglatib, qiya-chiya qilishdi. "Xudo yaxshilarni murodiga yetkazdi", dedi Ablis qari. "Aeroplan haydigan guyni ko'rib baqqim kelyotidi. Qandaqroq nimikin u? Ikki g'iz gap qilib qo'yay degandim. Nima deyting? Aeroplanni haydasang, chig'ir yo'lda haydamay, tosh yo'lda haydamamsan, deydim. Yomon tishimga tekkanti", dedi Qurbon Barat palvonni do'rab. Uning gapidan Barat palvon o'zini bosolmay qattiq kulyapti. Kech Daxyanza daryosining u qetidagi odam bo'yi egizlikda o'sgan qo'mishlar orasidan aylanib chiqayotgan nurg'un mashinalarning chiroq yo'rg'i ko'rindi. Barat palvon ochiq is ko'tarilib turgan, vayron qilinib xarablashgan, oilliklarimo tuzuk qolmagan Daxyanza bozoriga kirib, Yasinjon bilan Ahmadning va o'zlarini o'lim g'ariga chillagan o't yurak azamatlarning jiniga zomin bo'lgan munofiq jabbarning oqibatidan xabardor bo'ldi va vujudini muhabbat nafrat aralashgan hissiyot qamal qilib, bo'g'ilib ig'ir tindi. U musibat qaplagan Daxyanzida yana qurbon bo'lgan partizanlarni, go'mindonchilarning parchalab to'g'rivatganligidek echinishliq manzarani ko'rib, ochiq yutdi. Muhammad Gangoning tansiz beshidagi ochiq qolgan ko'zlaridan yo'ruq tang'ab bo'lgan armon, dushmanga etilayotgandek mardona ruh, cho'nqur o'chmanlik, g'azab, nafrat chiqib turadi. Shu kuni shahardan "Barat palvon tiz kelsin, ilidan odam keldi" degan xabar yetib keldi. Barat palvon shu zamon tayyorlanib, ikki yordamchisi bilan shaharga qarab yurib ketdi. U mingish oldida Nasiraxonga ko'p narsalarni topiladi. 14-bob tugidi.